Hürmetli vatandaş, endi yana bir temada mavzuda muhokama vatandaş. Bugün Çisak işkeme 21. ayın 28. gün. Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat ishtirokchisi Wendy Sherman 25. kuni Jungoga ziyoratga keldi. Dal shu 25-26 mushu oralig'da Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Lloyd Austin Sharqiy Janubiy Osiyoga ziyoratga keldi. Dal musharlıqda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishtirokchisi Antony Blinken Hindistonga ziyoratga keldi. Asiya bo'libmi markazda qoldi Jungoga munosabatlik Asiya. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi urushdan keyingi sovuq munosabatlar urushi davrida Yevropa oldingi saf edi, hurmatli vatandosh. Endilikda garchi Amerika Qo'shma Shtatlari aloqador taraflardan Jungo Amerika munosabati sovuq munosabatlar urushi davriga kirdi demagan bo'lsa-mu, navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo bilan bo'lgan munosabatini torbatlarining analizidan elib sizga gap qilsak, sovuq munosabatlar urushi davri deyli. Bu sovuq munosabatlar urushi davrida hozir Tayvan bo'g'izi, qo'shimcha Uyg'uriston quruqliq yo'li hozir ikki davlatning o'rtasidagi sirkilish va ziddiyatlarga munosabatli holda Tayvan bo'g'izi quruqliqdagi Uyg'uriston oldingi saf bo'lib qoldi, hurmatli vatandoshlar. Siz shundoq kuzating bu ishlarni. Endi bu qatam siz shuni ko'rdingizki, hozir Antony Blinkenning Hindistonda Tibet vakilini qabul qilganligini sizga ko'rsatmoq. Anladingiz vatandoshim? Ondan Lloyd Austin davlat mudofaa ministri Sharqiy Janubiy Osiyoga ketib o'tib, aeroplanda bir ish qildi. Bir murosim o'tkazdi. Bu murosim nima desangiz, Ali Reitner. Bu kishini Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasi yordamchi davlat mudofaa ministerlik darajasiga ko'tarib, unvon berdi. Mushu ish aeroplanda o'tkazildi. Sharqiy Janubiy Osiyoga ketayotgan aeroplanda o'tkazildi vatandoshlar. Buning ma'nosi nima? Ali Reitner kim? Bu yil 2. ayning 15. kunlik sessiyasiga so'zildik. Ali Reitner bu kishiga topshirilgan vazifa Oqsaroydan 15 kishilik bir xizmat guruhi qurish, Jungoning ahvolini tadqiq qilish, doklad tayyorlash, harbiy ishlar ahvol, siyosiy ishlar ahvol, doklad tayyorlash. Mush guruhining boshlig'i Ali Reitner apandi edi. Bugun uni davlat mudofaa ministri Austin aeroplanda murosim o'tkazib, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaasining yordamchi muavin ministerlik darajasiga ko'tardi. Bu kishidagi aloyidlik qattiq qo'l, Jungoga qattiq muomala qilish Reitner apandining aloyid. Sharqiy Janubiy Osiyoga ketib o'tib, mush ishni qildi davlat mudofaa ministri. Antony Blinkenning yangi Dehlida Dalay Lamaning vakillari bilan ko'rishganligini sizga aytdim. Biz shundaq 25. kuni Jungoning Tianjin shahriga yetib kelgan, ziyorat uchun yetib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat ishlar kotibi Sherman, Wendy Shermanning qanday yetib kelganligi to'g'risida dastlabki leksiyalar nima dedik? Qattiq qo'l bo'lish, amaliy kuch, davlat kuchi bilan diplomatik munosabat elib berish, davlat kuchi bilan diplomatik sözleşlerini elib berish dedi vatandaşım. Hozir bu xonimning Tianjin sohbati bir qatimda mundaq tasvirlandi. Alyaska ham shundaq leksiya so'zladik. Alyaskada o'tkazilgan yig'inning davomi edi. Yana bir qatimda shundaq tasvirlandi.
Alyaska'daki eliştin teximi çonqur, teximi qattiq elip berildi söhbet dedi. Biz sizlarga şunda yetkizdik. Yani qattiq qol. Moşuningdan siz şunu ko'rib olinki, oldingi muhokama nima dedi? Mingjing Hopa yoki Mingjing televiziya stansiyasining boshlig'i Xepin apandining bugungi to'r filmida Jungoda milliy siyosatda intayin zo'r o'zgarish bo'ladi degan so'z bilan men sizlarga yana aytay, haliqi birlashma tasavvur, bog'lama tasavvurning ichiga qo'yib, mushu voqealarning hammasini tasavvur ichida bir-biriga bog'lashtirib, tahlil qilib o'qing, hurmatli vatandosh. Endi oldimizda yetib kelayotgan 8-oy. Bu 8-oy menimcha ajoyib g'albilik bir oy. Bu 8-oy balki hozir dunyo vaziyatiga intayin zo'r ta'sir ko'rsatadigan 8-oy. Birinchi 8-oyning 31-kuni Afg'onistondagi Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi va NATO armiyasi uzil-kesil chekinib chiqdi. Bu 8-oyning oxirgi kunlarida 5-oyning 26-kuni Prezident Joe Biden istihbarat organlariga buyruq tushirib, yuqumli virusning manbaini tekshirib, doklad yo'llaysizlar dedi. 8-oyning oxirgi kuni vaqt tushidi. Berilgan 3 oy vaqt tushidi. Bu 8-oyning oxirgi kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti buyruq tushirib, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida 15 kishilik tekshirish umiga, masalan, hozir so'zlab o'tgan Reitner boshliq bo'lgan 15 kishilik tekshirish umiga Jungoning siyosiy ahvoli va harbiy ishda ahvol to'g'risida doklad tayyorlaysizlar. Vaqti 6 oy dedi, 8-oyning oxiri tushidi. Hozir xalqlik masalada 8-oyning oxiri tushidi. Biz şunu shundoq dedik deganda tungi leksiyalarimizda shundoq dedik. Hozir Reis Xi Jinping uchun aytganda muhimlarning muhimi intayin to'la. Yana muhimlarning muhimi ichidagi asosiy narsa nima desangiz, Reis Xi Jinpingning asosiy va muhim deb qaragan masalasi 10-oyning oxirida Italiyada o'tkaziladigan 20 davlat yig'inida Reis Xi Jinping Prezident Joe Biden bilan ko'rishamdi yo'q degan masalada. Şunlaşqa siz tahlil qilib shu yerga kelinglarki, vatandoshim, Pisaki xonim tunigillati e'lon qilgan bayonoti nima dedi? Bir jumla so'z ishlatdi. Bizning vakilimiz, ya'ni davlat muavin davlat ishlar kotibi Wendy Shermanning bu qatim Tianjinni ziyorat qilishi va Tianjin suhbatini qurishida Reis Xi Jinping bilan Prezident Joe Bidenning ko'rishishi va uchrashishi, suhbat o'tkazish to'g'risidagi ishlar bizga maqsad emas dedi. Biz buni o'rlashtirgan emas, bunda o'rlashtirim yo'q dedi. Lekin Pisaki xonim nim dedi? Bir jumla. Diqqat qiling vatandosh, bir jumla. Bunda fursat yetib keldi. Ham biz bunda fursatda ikki davlat rahbarining, masalan, Prezident Joe Bidenning va Reis Xi Jinpingning uchrashishini umid qilamiz dedi. Bu degan so'z makon qoldirish. Reis Xi Jinpingga o'ylanishga makon qoldirish, Reis Xi Jinpingga harakat boshlashga makon qoldirish, Reis Xi Jinpingga ifodasini to'g'rilashga fursat qoldirish. Nima uchun bundoq deymiz vatandosh? Siz xosaga bodingiz, Tibet masalasi to'g'risida qanday qadam tashlaysiz? Aktual qadammi yoki passiv qadammi? İqrar qilish va muqimlashtirish asosidagi qadammi, yana davomli inkor qilishmi? Sizning ifodangizga qaraymiz. Demak, 10-oygacha yana 3 oy bor. Bu vaqtni belgilamadi. Juma Amerikada aloqador taraflar bu vaqtni belgilamadi. Juma men belgilayaptim hozir vatandoshlar kechirib. Yani 3 oy vaqt bor. Bu vaqt ichida Reis Xi Jinping nima ishlarni qila olasiz? Ne ishlarni qila olasiz? Hozir Qarag'anda lihozaga bordingiz, birinchi bo'lib Tibet masalasini qo'lga oldingiz. Qani bu masalada qadamni tashlang, qadamlab marsh. Reis Xi Jinping shu vaqtda siz Italiyada Prezident Joe Biden bilan ko'risha olasiz.